Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshi insonlar, yaxshi do'stlar, tanjonlaring sog'mi? Bugun xudo xolasa Tbilisimizni ponni haydab, betga cho'tka qilib, ertaki 70 kun, 80 kunda pishadigan makkan ekamiz. Texnikamiz tayyor. Motor yog'ini almashtirdik, benzinni qo'ydik. Endi faqat mehnat qilish kerak. Allohdan o'zim kuch-quvvat so'rayman. Yurgizamiz endi. Bismillah. Ozgina qizishini kutamiz, qizigandan keyin gazini bosamiz. Qo'llab turinglar. Bir gapim bor sizlarga, to'lin oydek qizlarga, orangizda bir qiz bor, yuzlari qirmizlarga. Bir gapim bor sizlarga, to'lin oydek qizlarga, orangizda bir qiz bor, yuzlari qirmizlarga. U sizga bir janona, shifokor qiz Rayhona. U sizga bir janona, shifokor qiz Rayhona. Qalbimga o't soladi, yuragim qizg'onadi. Qalbimga o't soladi, yuragim qizg'onadi. Rayhona, qiz Rayhona, Rayhona, oh Rayhona, Rayhona, jon Rayhona, Rayhona, qiz Rayhona. Qoshlari qaro ekan, ko'zlari charos ekan. Qoshlari qaro ekan, ko'zlari charos ekan. Bemorlarsiz qo'rqmangiz, qo'llari darmon ekan. Bemorlarsiz qo'rqmangiz, qo'llari darmon ekan. U sizga bir janona, shifokor qiz Rayhona. Obunachilar, mana haydaroq bo'ldim. Endi ozgina o'zimizga dam beramizda. Yana bitta qator haydaganimizdan keyin mayin bo'lib qoladi-yu, mo'la ketmonda. Ochib turib, tep-tep qo'ranmakkan, ha? Obunachilar, mana bo'ldi, xudo xolasa. Qaranglar. Bo'laveradimi? Mana. Bo'ldi, ponni bo'ldi mana. Qalay. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Makka kishi jarayonini ko'rsataman.